Nihoyat uzoq kutilgan O'rgimchak odam yangi kun filmining ikkinchi treyleri chiqdi. To'g'risi, treylerni juda uzoq kutib yubordik, lekin kutganga yarasha surprizlar berdi treyler. Jean Grey, kulrang xalq va boshqa ko'plab tafsilotlar ko'rsatildi. Biz treylerni jonli efirda kutgan edik, lekin treyler chiqmadi. Men efirni o'chirganimdan keyin 1 soat o'tibgina treyler taqdim etildi. Esingizda bo'lsa, men birinchi treylerni yarim soatlik tahlilini qilgan edim. Bu safar ham shunday qilmoqchiman, sababi treylerda juda ko'plab detallar va tafsilotlar ko'rsatildi. Undan tashqari film atrofidagi teoriyalar haqida ham gaplashamiz. Shunday ekan, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing va meni qo'llab-quvvatlash istagida bo'lganlar uchun pastda karta raqamlar qoldiraman. Ha, yana bir narsa, treyler o'zbek tilida rasmiy dublyajda ham taqdim etildi. Bu Marvel filmlarining ilk bor O'zbekiston hududiga kirishi. Bu hammasida tarixiy voqea. Bu haqida video davomida gaplashamiz. Demak, boshladik. Treyler Peter va Skorpion jangi bilan boshlanadi. Michael Mann oradan 9 yil o'tgach nihoyat Skorpion rolini o'ynaydi. U so'nggi bor uyga qaytish titrlaridan keyingi sahnasida paydo bo'lib, Adrian Tomsga O'rgimchak odamning boshini uzib olmoqchi ekanligini aytgandi. Endi Mark Gargan qandaydir yo'l bilan qamoqdan qochgan va ajoyib ko'rinishga ega va yuqori texnologiyali Skorpion kostyumiga ega bo'lgan. Bu sahnada esa Chayoning o'tkir tig'li dumi Peterning yuzi bilan yonma-yon turibdi. Savol tug'iladi, Mark bu kostyumni qayerdan oldi? Aftidan uni anchagina boy xomiy qurol bilan ta'minlayapti. Bu Oskar bo'lishi mumkinmi? Peter uchib keladigan sahnada bu yerda askarlar joyida qotib turib, bu Jean Grey kuchidan bo'lishi mumkin. Sababi treylerning boshqa qismida ko'ramizki, Jean Grey odamlarni qotirib qo'ya oladi. Bu kadrda Peterning ko'zlari yana qora tusga kirganini ko'ramiz. Bu uning yangi O'rgimchak davriga o'tayotganini anglatadi. Peter birdaniga kuchayib ketadi va Markni yengadi. Keyingi sahnalarda Peter Nedning Instagram videosini ko'rib yotganini ko'ramiz. Esingizda bo'lsa, birinchi treyler Ned va MJning mitdagi birinchi kunlari haqidagi videodan boshlangan edi. Peter 4 yil davomida Nedni kuzatib yurgan. Bu paytda esa New Yorkni bumerang va tarantula kabi past darajali yovuzlardan qutqargan. Tom Holland Peter Parkerning eng muhim jihatlaridan biri bu o'smirlik davrining haqiqatlarini kuzatish va O'rgimchak odam bo'lish bilan bog'liq muammolarni tasvirlashdan iborat. Uyga yo'l yo'q, o'rta maktabni tamomlab kollejga kirishga harakat qilayotgan o'smir haqida edi. Yangi kun esa 4 yillik kollejdagi hayotni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib, do'stlari usiz nimalar qilayotgani va yangi tanishlar orttirayotgani jimgina kuzatadigan Peter Parker haqida hikoya qiladi. Tom Holland ham biz kabi o'smirlik yerlarini bu filmlarda yashadi. Nedning Instagramniki Grateful Ned 42. Bu o'z navbatida Grateful Dead haqidagi spektaklga, 42 esa Miles J. Moralesga belgi. Bu esa o'z navbatida keyingi yil chiqadigan Spider-Verse'dan tashqarida animatsion filmiga belgi. Bu multfilm keyingi yil 18-iyun kuni chiqadi, ya'ni treyler chiqarilgan kunda. Bu ham tasodif emas. Kevin Feige Sony bilan jonli Miles Morales taqdim etilishi uchun O'rgimchak odam Spider-Verse'dan tashqarida filmi taqdim etilishini kutishga kelishib olishganini ta'kidladi. Tom Hollandning 4-filmi Miles Morales va Gwen Stacy'ga qasoskorlar maxfiy urushlarda chiqishiga zamin yaratishi mumkin. Ular Yer 42 vakili sifatida kelishlari mumkin. Keyingi sahnalarda Peter web shooterlardan o'tmoqchi bo'ladi, lekin to'satdan qo'lidan organik to'rlar otilib chiqadi. Peterning yangi shooterlari juda g'alati. Uning ko'rinishi besunaqay bo'lishiga qaramay, Peter uni qo'llariga shunchaki yopishtiradi. Shooterlarni nima ushlab turadi? Shu joyi biroz mantiqsiz bo'lib qolgan. Peter ham qo'lidan organik to'rlar chiqaradi. Esingizda bo'lsa, O'rgimchaklar orasida faqat Tobey Maguire organik to'r otardi. Peterning organik to'r otishiga ko'plab sabablar bo'lishi mumkin. Tobey va Andrew Garfield bilan qilingan jangda ularning anarxo-chastatasi, ya'ni o'rgimchak sezgisi, bir-birlarining tanasidagi faollikni o'zlashtirgan bo'lishlari mumkin. Yoki bu Jean Greyning kuchi yoki boshqa ko'plab tashqi omillar Peterning DNKsida yashirin genlarni uyg'otib yuborgan bo'lishi mumkin. Keyingi sahnalarda Empire State University'da dars o'tayotgan Dr. Bannerni ko'ramiz. Bu safar ularning suhbati kengaygan. Bundan oldin Bruce Banner va Peter cheksizlik jangidagi markaziy parkdagi jangda, intihodagi yakuniy jangda va Tony Starkning dafn marosimida uchrashgan. Bruce Bannerga Doctor Strange'ning unutish afsona ta'sir qilgan bo'lardi, ammo ong ostiga yashirilgan yashil Hulk Peter Parkerning kimligini biladimi? Bu noma'lum. Bu haqida oldingi treylerda batafsil to'xtalganman, ammo yaqinda yangi teoriya tarqaldi. Unga ko'ra aynan Hulk Ben Parkerning o'limiga sababchi bo'lgan. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ma'lumki Ben
Parker MCUda mavjud. Boshqa o'rgimchak odamlar Ben Parkerning o'limiga aybdor, ya'ni katta kuch katta mas'uliyat talab etadi degan gapni eshitgach, ular o'rgimchak odamga aylanishgan. Uzoq yillar biz ham Tom Holland o'rgimchak odami ham shunga o'xshash vaziyatdan keyin o'rgimchak odamga aylangan deb o'ylardik. Ammo uyga yo'l yo'qda Peter Mayning o'limiga sababchi bo'ldi va Maydan ham shunga o'xshash gap eshitdik. Undan tashqari aka Russolar yaqinda bergan intervyularida Peter Ben Parkerning o'limiga aybdor emasligini aytishdi. Texnik jihatdan Stark Expo'dagi bu bola Peter Parker. Stark Expo va Garlanddagi vayrongarchilik bir vaqtda sodir bo'lgan. Hozir Hulk 2 filmini tahlil qilyapman. Bu haqida o'sha videoda to'xtalganman. Ayni bu voqealar sodir bo'layotganda Garlemda Hulk va jirkanch o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Ben Parker aynan shu jang paytida baxtsiz hodisa sababli halok bo'lgan bo'lishi mumkin. Bruce Peterga ko'rsatadigan moslama ayol Hulk serialidagi bilaguzukdan anchagina farq qiladi. U uzunroq va darajalarni ko'rsatuvchi datchik ham bor. Unda qizil, sariq va ko'k rangdagi o'lchamlar bor. Menimcha bu qon tarkibi ko'rsatkichlari. Bu qurilma qondagi gamma nurlarni bloklaydi. Gamma nurlanish bu filmning kaliti bo'lishi mumkin. Empire'dan taqdim etilgan posterda Peterning qo'lida gamma to'rli shooter bor. Aftidan Peter Hulk'ga qarshi gamma nurli shooterlar yaratadi. Bu filmda mutatsiya so'zi ishlatilayotgani yana bir muammo. Sababi oldin Marvel Studios'ga mutatsiya va shunga o'xshash so'zlardan foydalanish taqiqlangan edi, lekin endi Disney Fox'ni sotib oldi. Qoidalar o'zgardi. Peter va Banner mutatsiya haqida bemalol gaplashayotgan ekan, demak Marvel asta-sekin mutantlar uchun zamin yaratmoqda. Bannerning dosyasiga lattice kvant xronodinamikasi deb yozilgan. Balki Banner gamma nurlanishni subatomik darajada o'rganmoqchidir. Bu universitetda Peter yana bir odamni uchratishi kerak. Bu Kit David qahramoni. Birinchi treylerdagi o'rgimchaklarning sikllari haqidagi dialog esingizdami? Bu dialogni Kit David o'qigan. Taxminlarga ko'ra u Miles Warren rolini o'ynaydi, ya'ni Shaqol. MJning uyida Yashil Shaqol nomli pivo bor edi. Bu komikslarga belgi. Miles Warren komikslarda Empire State Universitetining professorlaridan biri bo'lgan. Demak, u ham shu atrofda aylanib yuribdi. Keyin Peter qushga urilib ketadi. Menimcha Peterning organik to'rlari sunniysidan ancha yopishqoqroq va Peter ulardan foydalana olmayapti. Keyin Peter to'y bo'layotgan joyga uchib kiradi. U 4 qavatli tortni dabdala qiladi. Ko'pchilik buni drama filmidagi to'y marosimi bilan bir xil deyishyapti. Agar Sony ham bu sahnalarni aynan o'sha joyda suratga olgan bo'lsa, bu juda ajoyib bo'lardi. Keyin tank qo'yish jarayonidan yangi sahnalarni ko'ramiz. Peter to'llari bilan tankning tagiga kiradi. Yon tomondan esa ikkita mashina keladi. Mashina raqamlariga e'tibor bersak, AW11570 va GC 41863, ammo bu raqamlar ostida biror bir muhim bog'liqlik topa olmadim. Filmning oldingi rejissyori John Watts mashina raqamlariga belgilar yashirishni yaxshi ko'rardi. Aftidan Dustin buni yoqtirmaydi. Oldingi treyler tahlilida aytganimdek, Tramel Tillman filmda Bill Metzger rolini ijro etadi. U bu safar ham oldingi treylerdagi aytgan gaplarini aytadi. Bu sahnada Citizen qahramoni Peterning uyida turganini ko'ramiz. Agar kadrni biroz yorug'lashtirsak, bu shubhalarsiz Citizen ekanligiga guvoh bo'lamiz. Keyingi sahnada New Yorkdagi Roosevelt orolida atrofga zarba to'lqini tarqayotganini ko'ramiz. Bu joy aslida o'rgimchak odam uchun muhimdir. Sababi 2002-yilgi o'rgimchak odam filmidagi yakuniy jang ham aynan shu yerda sodir bo'ladi. Bu yerda Citizen qahramon ushlab turilgan Damage Control binosi bo'lishi mumkin. O'tgan treylerda Citizen qahramoni qo'lini musht qilganini ko'rgandik. Aynan shu paytda bu zarba to'lqini kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Bu to'lqin hamma tarafga tarqaladi. Bu to'lqin odamlarni joyida qotirib qo'yadi. Bu yorug' energiya menga suyush to'rimning kuchini eslatib yubordi. Atrofdagi hamma qotib qolyapti. Frank Castle esa qotib qolayotgan odamlarga qarab hayron bo'ladi. Nega Frank qotib qolmayapti yoki u ham qotib qolish arafasida yoki unda bu kuchga qarshi qandaydir immunitet bor. Odamlarni joyida qotib qolishi Charles Xavierning kuchiga o'xshaydi. Masalan, X Odamlar 2 filmi boshida Charles qobiliyati orqali muzeydagi odamlarni muzlatib qo'yadi. Bu faqat yuqori telepat mutant qiladigan qobiliyat turi. Shunday ekan, Citizen va Jean Grey rolini o'ynayotganiga yana bir bor amin bo'lishimiz mumkin. Marvel hozirdanoq oddiy voqealar orqali mutantlarni tanishtirmoqchi. Nima uchun aynan hozir mutantlarni tanishtirishning qulay
loy vaqti ekanligiga ko'plab sabablar bor. Birinchidan 616 olamiga mutantlar kerak. 2028-yildan mutantlar sagasi boshlanadi. Maxfiy urushlarda eski mutantlar tugatilib, yangi mutantlar davri boshlanadi. Ya'ni yangi aktyorlar bilan. Ikkinchidan, Wanda o'zini yo'q qilgan paytda uning kuchi boshqa bola tanasiga kirib, uni mutantga aylantirgan bo'lishi mumkin. CDC'ning qasoskorlar maxfiy urushlarda ham qaytadi va katta ehtimol bilan u Jean Grey rolini o'ynaydi. Keyingi sahnada Peter to'y marosimidan terrasaga chiqadi. Fonda Bill unga qarshi faqat senda immunitet bor deydi. Nima uchun aynan Peterda Jean Greyga qarshi immunitet bor? Balki bu Peterning ruhiy ahvoli bilan bog'liqdir. Esingizda bo'lsa, Strange Peterni astral tanasini chiqarib yuborganda ham uning tanasi himoyani davom ettirgan. Bunga o'rgimchak sezgisi sabab. O'rgimchak sezgisi Jean Greyga qarshi immunitet yaratishi mumkin. Bu yerda biz Peterning yangi sun'iy intellektini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda filmda Peterning yangi AV degan sun'iy intellekt yordamchisi bo'ladi. Bu sun'iy intellekt Jean Grey ongini kimdan kimga sakrayotganini kuzatadi. Bu biroz murakkabroq, sababi Peterning kostyumida hech qanday yuqori texnologiyalar yo'q. Unda Peter Jean Greyni qanday ta'qib etyapti? Balki bu to'lqin gamma nurlanishdir. Peter gamma nurlanishni aniqlaydigan qurilmalar va texnologiyalar orqali uni ta'qib etayotgandir. Ekrandagi bu raqamlar esa nurlanish darajasi bo'lishi mumkin. Bruce Banner 2012-yilda Tesseraktni aynan gamma nurlanishni aniqlaydigan qurilmalar orqali izlagan. Ong odamlar orqali o'tib oxir uchuvchiga kiradi. Vertolyotga esa John va Lucy ismlari yozilgan. Qiziq, bu John Jameson, J. Jamesonning o'g'li bo'lishi mumkinmi? J. Jamesonning o'g'lining to'yi o'rgimchak odam 2da ham buzilgan edi. J. Jameson bu olamda ham mavjudligini hisobga olsak, ha, bu John Jamesonning to'yi bo'lishi mumkin. Peter Nedning dalillar doskasiga qaraydi. Ned hali ham o'rgimchak odamning kimligini topishga urnyapti. Sababi unda o'rgimchak odam bilan bog'liq xotiralar bor. Chunki u o'rgimchak odamga ko'p yordam bergan, lekin niqob ostida kim borligini bilmaydi. Do'stlar uni ahmoq deb o'ylashadi. Sababi hech kim Ned o'rgimchak odamga yordam berganiga ishonmaydi. Bu yerda shunday yozilgan: o'rgimchak odam niqobi ostida Lotin amerikalik Parker Winterkingda bo'lishi mumkinmi deb yozilgan. 10 yil oldin Carlos Rodriguez o'zining ta'sirchan parkur videolari bilan mashhur bo'lgan, ammo sirli ravishda video yuklashni to'xtatgan. Balki u yangi shaxsni tanlagandir. Carlos Rodriguez komikslarda bo'lgan, ammo bu shunchaki bu yerda ishlatilgan ism deb o'ylayman. Keyin biz Nedning ba'zi tafsilotlarini eslatma qilganini ko'ramiz. Jinsi erkak, yoshi 18 dan 25 gacha, millati oq tanli, birinchi marta paydo bo'lgan 2016-yil va Queens aksenti deb yozilgan. Peter ilk bor 2016-yilda fuqarolar urushi paytida paydo bo'lgan. U yana Queensdan va filmda ham Tom Holland Queens aksenti bilan gapiradi. Bu suratda Ned Peterning taxminiy bo'yini aniqlagan. Bu 170 cm atrofida bo'ladi. Bu rasmga u emas deb yozilgan. Men bu bolani Tom Hollandning ukasi Garyga o'xshatdim, ammo unchalik ham o'xshamaydi. Bu yerda Brooklyn ko'prigida bir nechta alpinistlar kimdir binoga chiqayotganini ko'rdi deb yozilgan. Bu rasmda esa Peter kimningdir yuzini ushlab turibdi, ammo kimligini ko'rib bo'lmaydi. Keyin Peter MJ bilan uchrashadi. Comic-Con tadbirida bo'lganlarning ko'pchiligi bu yerda MJ uni qanaqadir korporatsiya ishga taklif etganligi haqida gapirgan, ammo taklifni rad etgan. U zerikarli ishda ishlashni istamasligi va kattaroq joydan taklif kutayotgani haqida aytganini aytishdi. Xo'sh, MJni ishga taklif qilgan korporatsiya kim ekan? Albatta, birinchi taxmin Oscorpga ketadi, ammo Marvel kinolamda Oscorp yo'q. Buni Norman Osbornning o'zi ham aytgan. Ikkinchi va haqiqatga eng yaqini bu Roxxon korporatsiyasi. Yaqinda Temir odam filmi tahlilida Roxxon haqida aytgandim. Bu kompaniya uzoq yillardan beri Marvel olamida faqat fonda turli ishlarni bajarib kelmoqda. Agar Sony qandaydir kompaniyani ko'rsatmoqchi bo'lsa, u Marvelga emas, Sonyga tegishli bo'lishi kerak. Shuning uchun bu kompaniya Oscorp, Alchemax yoki Horizon Labs kompaniyalari bo'lishi mumkin degan taxmin bor. Keyin Peter bu yo'lakdan otilib chiqadi. Bu yerda Jane odamlar orqali Peterga tahdid qiladi. Keyin treyler bizni ushbu muhim lahzaga olib keladi. Jazodan qutulib qola olmaysan. U qutulib qolishi mumkin. Bunchalik katalashishingizni bilmovdim. Hulk 2 filmidan beri biz Hulkning qarsagini 18 yil deganda qayta ko'ryapmiz. To'g'ri, ayol Hulk serialda ham qilgan, ammo juda ahmoqona chiqqan.
Nega bundan oldin Hulk bu uslubni ishlatmadi? Sababi Jon Whedon buni juda ahmoqona g'oya deb bilgan. Aka-uka Russolar esa qarsakni aynan qayerda ishlatish kerakligini bilishmagan. Mana oradan 18 yil o'tib Hulkning afsonaviy qarsagi yana qaytdi. Umuman olganda Bannerning Hulkga aylanish jarayoni ham 14 yil deganda qayta ko'ryapmiz. Bu CD Sync'ning birinchi treylerdagi sahnasi. Aftidan u Bannerning yana aqlsiz Hulkga aylanishiga majbur qilgan ko'rinadi. Biz Hulkning bu shaklini 2018-yildan beri ko'rmadik. Ha, intihoda ko'rganmiz, ammo u hisob emas. Jean Peterning kvartirasida qo'lini ko'tarmoqda, ammo Peter va Hulk turgan joy Peterning kvartirasi emas. Menimcha bu Empire State'ning laboratoriyalaridan biri. Jean Bruce'ning Hulkga aylanishiga sababchi bo'layotgan ko'rinadi. Jin odamlarning ongiga kirishdan tashqari, ong ostiga yashirilgan maxluqqa ham ta'sir qila oladi. Boya aytganimdek, jinning kuchi gamma nurlanish bilan bog'liq bo'lsa, bu albatta Bruce'ga ta'sir etadi. Uning qonidagi ba'zi o'zgarishlar Hulkni yashil emas, kul rangga o'zgartirishi mumkin. Fandango intervyusida Zendaya kulrang Hulkga ishora qildi. Kulrang Hulk yashil Hulkga qaraganda ko'proq nazoratga va axloqiy buzuqlikka ega. Keyin Peter MJ yoniga kelib uni olib ketadi. Sababi Peter Jin unga zarar yetkazishidan qo'rqadi. Empire jurnali taqdim etgan rasmda ko'ramizki, MJ va Peter Bruce'ning singan apparatini tuzatish uchun birga ishlashadi. Aftidan Peter bu qurilmadan gamma torlar otadigan shooter yasaydi. Undan tashqari filmda MJning sochlari qo'ng'ir bo'ladi, lekin treylerda uni qora qilib ko'rsatishyapti. Keyingi sahnalarda MJ Frankka uni yolg'iz qo'yib yuborasanmi deydi. Bu sahnada Peter oddiy kiyimda yerga qulaydi. E'tibor bersak, u posterdagi kiyimda. Ninjalar bilan jangning birinchi treylerdan farqi Peter bu yerda niqobda jang qilyapti. Bu sahnaning to'liq tavsifi shunday: Peter oldin niqobda va shooterlarda jang qiladi, lekin kuchli g'azabdan keyin niqobni yechadi va organik to'rlar bilan ninjalarning enasini ko'rsatadi. Asosiy savol: Peter bu qamoqxonada nima qilyapti? Birinchi treylerdan keyin Daredevil qayta tug'ilish serialining ikkinchi mavsumi premyera qilindi. Serial yakunida Matt Murdock qamoqqa tushdi. Shuning uchun biz Peter qamoqqa Mattni qutqarish uchun borgan deb o'ylashimiz mumkin. Matt Peterni oldingi filmda ham himoya qilgan, garchi Charlie Cox bu filmda qatnashmaganini ta'kidlayotgan bo'lsa-da, ammo kim unga ishonadi? May xolaning tug'ilgan va o'lgan yili ko'rsatildi. Bu haqida oldingi treylerda ham aytib o'tgandim. Oldingi film voqealari 2024-yilda sodir bo'ladi. Hozirgi voqealar esa 2028 yoki 29-yilda sodir bo'lyapti. Oxirgi sahnalarda Peter va Hulk binodan yerga qulaydi. Bu qayer ekanligini bilmayman. Bu aniq Empire State emasligi aniq. Gap yana Ascor va boshqa korporatsiyalar binolariga taqaladi. Treyler oxiridagi sahna shubhalarsiz qamoqxonaga kirishdan oldingi sahna. Shu o'rinda o'zbekcha dublyaj haqida ham aytib o'tsam, film 6-avgustdan boshlab yurtimiz kinoteatrlarida o'zbek tilida rasmiy dublyajda qo'yiladi. Filmni Geek TV studiyasi dublyaj qiladi. Bu birinchidan yaxshi, ikkinchidan esa yomon. Yaxshi tomoni ilk bor Marvel filmi o'zbek tilida kirib kelyapti. Yomon tomoni esa shunday katta filmni havaskor studiya dublyaj qilayotgani. Nega Geek TV dublyaj qilayotganining sababi ham ayon. Aftidan distributor arzon dublyaj istaydi. Men qozoqcha dublyajidagi treylerni ham ko'rdim. U ham juda oddiy dublyaj edi. Shuning uchun biz filmda o'rganib qolgan Abdulhay Otaxo'jayev ovozini eshitmaymiz. Ammo shunday bo'lsa-da, filmga albatta boramiz va bu dublyajni qo'llab-quvvatlaymiz. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib meni qo'llab-quvvatlang. Ekrandagi karta raqamlar orqali meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Bu videoga ozmuncha vaqtim ketmadi. Shuning uchun iltimos, meni qo'llab-quvvatlang. Keyingi videolarda uchrashguncha